mol dunyosining ichida eng sarasini va o'zi eng yaxshi ko'radiganini infoq ehson qilsin. Men hargiz jannatga kirolmasam degan narsa insonni qalbini chulg'ash kerak o'zi aslida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talha radhiyallohu anhuni bu qilgan sadaqalarini maqtab qo'ydilar. Inson avvalambor infoq ehsonni o'zining qarindoshlariga qilsin. Undan keyin boshqa muhtojlarga qilsin. Hazrati Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Anas radhiyallohu anhu aytadilar: Abu Talha Madinalik ansorlarning ichida eng moli dunyosi va xurmolari ko'p bo'lgan kishi edi. Uni moli dunyosining ichida eng yaxshi ko'radigani Bayroha deb nomlangan bir xurmozori edi. U masjidning ro'parasida joylashgan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u Bayroha xurmozoriga kirar va uning shirin suvidan ichib turar edilar. Hazrati Anas radhiyallohu anhu aytadilar: Vaqtiki sizlar yaxshi ko'rgan narsalaringdan infoq ehson qilmagunlaringcha hargiz yaxshilikka, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar oyati karimasi nozil bo'lganda Abu Talha radhiyallohu anhu o'rnidan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib: Ey Allohning rasuli, Allohu taolo sizga yaxshi ko'rgan narsalaringdan infoq ehson qilmagunlaringcha hargiz yaxshilikka, jannatga erisha olmaysizlar oyatini nozil qilibdi. Meni moli dunyomning ichida eng yaxshi ko'radiganim Bayroha bo'ladi. U Alloh uchun sadaqa. Uning yaxshiligi va uning zaxirasini Allohning huzuridan umid qilaman. Buni Alloh taolo sizga ko'rsatgan joyga ishlating dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Bax, zalika malun robihun, zalika malun robih. Bay dedilar. Yaxshi, ajablanish so'zi bu. Bizdagi bay degan so'zga to'g'ri ekan. Bay dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu qanday ham foydali mol. Bu qanday ham foydali mol. Men sizni aytgan so'zlaringizni eshitdim. Buni qarindoshlaringizni o'rtasida ularga sadaqa qilib berishligingiz fikrini bildiraman dedilar. Shunda Abu Talha radhiyallohu anhu: Ey Allohning rasuli, siz aytgandek molni taqsim qilaman dedilar va qarindoshlari amakivachchalarini o'rtasida haligi Bayroha deb atalgan katta xurmozorini sadaqa qilib tarqatib berdilar. Muttafaqun alayh hadis. Endi qarang. Mana shu hadisdan olinadigan xulosalarga albatta to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu oyati karima hazilakam oyati karima emas. Demak, o'zlaring yaxshi ko'rgan narsalaringdan infoq ehson qilmagunlaringcha hargiz jannatga erisha olmaysizlar degan oyatni eshitgan har bir odam sarosimaga tushmasdan ilojisi yo'q. Men hargiz jannatga kirolmasam degan narsa insonni qalbini chulg'ash kerak o'zi aslida. Hargiz jannatga erisha olmaysizlar deyapti Alloh taolo. Sahobalar bo'lib ham Alloh taoloning amrini tezda bajaradigan zotlar edilar. Abu Talha radhiyallohu anhu shu oyati karima nozil bo'lishi bilan yugurilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, eng yaxshi ko'radigan Bayroha ismli xurmozorim sadaqa bo'ldi dedilar. Qanday iymon sohibi bo'lar? Axir bu oyati karima bizga ham tegishli. Bizga ham xitob qilib turibdi bu oyati karima. Biz ham yaxshi ko'rgan narsalarimizdan infoq ehson qilmaguncha jannatga erisha olmaymiz. O'shaning uchun bu oyati karimani mulohaza qilish kerak azizlar. Hadisdan olinadigan xulosalar va foydalarga to'xtalib o'tamiz. Hadisdan olinadigan birinchi foyda. Bir bog' rog'larga ega bo'lgan insonlar
ahli fazil, ahli ilmlarni xurmozorlariga yoki shunaqangi bog' bo'stonlariga dam olishga taklif qilsa, ahli fazillar, ahli ilmlar borishi, uning mevalaridan yeyishi, uning soyasida rohatlanishi bu shar'an joiz bo'lgan amallar sarasiga kiradi. Xususan shu bog' egasi xursand bo'ladigan bo'lsa, albatta taklif qilinganda ahli ilmlar, ahli fazil kishilar tashrif buyurishi joiz ekanligi kelib chiqadi. Hadisdan olinadigan ikkinchi foyda shuki, inson mol dunyosining ichida eng sarasini va o'zi eng yaxshi ko'radiganini infoq ehson qilsin. Mana shu kamolatning belgisidir. Shu inson mo'min, komil hisoblanadi. Hadisdan olinadigan uchinchi foyda shuki, sahoba radhiyallohu anhumlar hammalari fazilatli zotlar edi. Abu Talha radhiyallohu anhu ham shular jumlasidandir. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aytganlari, ayniqsa Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga so'zsiz itoat etar edilar. Ular oliy maqom, oliy darajaga yetishga haris bo'lgan zotlar edilar. Hadisdan olinadigan keyingi foyda shuki, ahli ilm, ahli fazil bo'lgan kishilarga merosni taqsimlab berish va shunga o'xshagan mol dunyoni yaxshi yo'llarga sarflashlikda maslahat solib turish yaxshi amal ekanligiga dalolat qiladi. Hadisdan olinadigan keyingi foyda shuki, har bir inson bir yaxshi amal qiladigan bo'lsa, ana shu insonni olqishlab, shu insonni o'ziga yarasha bir tashakkur aytib, uni kerak bo'lsa maqtab ham qo'yishligi kerak bo'ladi. Chunki haligi insonga birozgina yana rag'bat paydo bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Talha radhiyallohu anhuni bu qilgan sadaqalarini maqtab qo'ydilar. Bay qanday ham foydali mol, qanday ham foydali mol deb maqtab qo'ydilar, shijoatlantirib qo'ydilar va o'zlarini roziligini bildirib qo'ydilar. Demak, olimlar, ahli ilmlar yoki siz ham bir insonni yaxshi amal qilganini ko'rsangiz, olqishlab, maqtab, tashakkur aytib, uni qandaydir rag'batlantirib qo'yishingiz yaxshi amal. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni qildilar. Hadisdan olinadigan keyingi foyda shuki, inson avvalambor infoq ehsonni o'zining qarindoshlariga qilsin. Undan keyin boshqa muhtojlarga qilsin. Agar qarindoshlarining ichida kambag'allar, muhtojlar bo'lsa, birinchi o'zini qarindoshlariga qilsin. Infoq ehson bo'ladimi, sadaqa bo'ladimi, keyin boshqa muhtojlarga qilsin. Agar bordiki qarindoshlari boy badavlat bo'lsa, unda nochor, qiynalgan odamlarga qilsa bo'ladi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, qarindoshingga, zoti mahram qarindoshingga sadaqa qilmoqliging ham sadaqa, ham silay rahim deganlar.